kasalxonaga borib, shifoxonaga olib borishgan. 9 soatlik operatsiyadan so'ng bemorning hayoti saqlab qolingan. Bugun men o'zim uchun emas, sizlar uchun so'zlashim. Yuragimda yig'ilgan alamdan, dardlarim uchun. Har bir qalb, har bir yurak uchun so'zlashim. O'zimning dardimni bir chetga surib, iymon, vijdon o'rtaga qo'yib, dardini aytolmagan yuragi to'lib, mazlumlar nomidan so'zga chiqyapman.